Tüvendikilik şeyimizde kalkalan Turan Efendi endi bu bir şahsinin ki Wang Shan degen isimlik bir Xitay şahsının yazgan makalesi iken ben sizlerge tonuşturuşni niyet kıldım yoki tonuşturuşni layık tapdım. Çünkü bu kişi bu vaziyette naiti inçki obdan tahlil qıptı. Şuna vatandaşlarının Turan Efendi bilen birlikte birlikşiyeni anlap analiz qilishi ve tahlil qilishini ümit qilman. Mavzu mundaq. Səhəl işləyərək söyləyişim mümkün sebep bu 5 varaq orijinal olub qaldı. Kameram çataq sal uzun bo'lib ketsa 3 oladigan qoidasi bor. Şuna aldıraq, tezroq so'zlayman, meni kechiringlar vatandoshlar. Jungoning qosh qopiga qaramay ish qilish. Kommunizm bilan murasalashmaslik. Mavzuliq qo'shimcha. Mavzu Prezident Trump, Prezident Reagan ro'yini Amerikaga qaytirib keldi mavzuliq maqola. Bu qo'shimcha mavzular. Prezident Trump, Prezident Reagan ro'yini Amerika qaytirib keldi. Bu qo'shimcha mavzu. Mushu maqola 12-8 Jungoga nazar torbiyetida e'lon qilindi. Abduru Wang Shan. Maqola mundaq boshlandi. 12-2 kuni Amerikada yangi saylangan Prezident Trump Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen bilan telefonda so'zlashdi. Bu görüşüş herkes Jungo'nun Tashqi ishlar ministri Wang Yi ko'rsatgandek Tayvan o'ynagan o'yin emas, balki kishilarni cho'chishgidek zo'r bir harakat bo'lib, Amerika Qo'shma Shtatlarining Tayvan bo'g'iz siyosatida zo'r o'zgarish bo'ladiganligidan dalolat berib turadi. Amerikaning Jungo siyosatida zo'r o'zgarish yuz berdiganligidan derak beradi. Amerika'da sobiq Prezident Clinton ve Prezident Obama'dak Jungo'nun qosh qapaqlarına qarab ish qiladigan davr kelmas ketdi. Amerika'da sobiq Prezident Clinton ve Prezident Obama'dak Jungo'nun qosh qapaqlarına qarab ish qiladigan davr kelmas ketdi. Prezident Trump sobiq Prezident Reaganning ro'yini Amerika qaytirib keldi. Sobiq Prezident marhum Reaganning ro'yini Amerikaga qaytirib keldi yoki qaytirib keldi. Prezident Trump bilan Prezident Tsai Ing-wenning telefonda so'zlashganligi Prezident Reaganning ro'yini Amerikaga qaytirib kelishning signalidir. 1979-yil Katar hukumati Junho Mingo hukumati bilan diplomatik munosabatni uzib tashlab, uning keyinda Amerika Davlat Majlisi Tayvan munosabat qonunini ma'qulladi va Prezident Katarning o'z bashimchilik qilishini chekladi. 1987-yil Prezident Reagan Tayvanga 6 madde bo'yicha kapolat berdi. Amerika Junho Mingo hukumatiga harbiy qurol yarog' sotib berishni to'xtatish vaqtini Amerika qo'shilmay turib bekitishga bo'lmaydi. Amerika qo'shilmay turib Junho Mingo hukumatiga harbiy qurol yarog' sotib berish ishini avval Junho Xalq Jamhuriyati bilan maslahatlashmaydi. Amerika Junho Mingo hukumati bilan Junho Xalq Jamhuriyati hukumati o'rtasida aralashish rolini o'ynamaydi. Amerika Tayvan munosabati qonunini o'zgartmaydi. Amerika Tayvanning egilik huquqi to'g'risidagi maydonini o'zgartmaydi. Ya'ni bu degani ayni vaqtda 50-yillarda marhum Prezident Trumpning Tayvanning o'rni bekitilmadi degani. Demak, Amerikaning hozirgi ko'z qarashi shu, bu o'zgarmaydi. Amerika Junho Mingo hukumati bilan Junho Xalq Jamhuriyati hukumatini suhbat o'tkazishga zo'rlamaydi. 6 kapolatnoma. Lekin deb boshlaydi maqola yozuvchi Wang Shan Efendi. 30 yildan beri Tayvan munosabat qonuni kam ko'chsiz ijro qilinmadi. Prezident Reaganning Tayvan to'g'risidagi 6 nuqtalik kapolatnomasi ham bir tarafga tashlab qo'yildi. Amerika Tayvanga sotib bergan harbiy qurol yaroqlar nimkash qurol yaroqlar bo'ldi, bahosi yuqori bo'ldi. Tayvanning mavjudlik makoni besimga uchirdi. Shu vaqtlarda navbatdagi Amerika hukumati hammasiga buning sal qarab keldi deydi. Ishlab chiqarish liniyasi sal qaradi. Kechiringlar, atlab ketib qoldim. Tayvanning xalqaro o'rnini yaxshilash bo'yicha Amerika hech qanday yordam qilmagan. Amerikada Tayvanning prezidenti yo'l usti chegaradan o'tganda Tayvanning prezidenti yo'l usti chegaradan o'tganda Amerikadan o'tganda aeroplan stansiyasidan boshqa tarafga chiqqili yo'l qo'ymadi. Junho Mingoning davlat bayrami kunlarida Amerikada qurilgan Tayvanning vakolatlik o'rnida bayroq chiqarishga ruxsat qilinmadi. Bularning hammasi Amerikaning Jungoni xafa qilib qo'yishidan qo'rqqanligidan bo'lgan ishlar edi. Demak, deydi yozuvchi Abduru Wang Shan, shu chog'larda Amerika bir kommunizm davlati bilan murassallashgan edi.
Hatta komünizmning burnu ostida kun o'tkazgandek bo'ldi. Bu ishlarni Amerikada yangi saylangan prezident Trump qabul qila olmadi. 20 yıldan beri Amerika bilen Jungo iqtisodini yarşarlaştırışni birlikte yo'lga qo'ydi. Amerika Jungo Kompartiyasi hokimiyati 89-yili o'quvchilar harakati bostirgandan keyin Jungo duch kelgan iqtisodiy krizis, siyosiy krizisdan Amerika tezlik bilan qutuldirib qo'ydi. Jungo cho'ng davlat bosh ko'tarishni ishga oshirdi. Balki iqtisodiy jihatda, siyosiy jihatda Amerikani g'ajaydigan iqtidorini yetildirdi. Bugungi Jungo iqtisodiy va siyosiy jihatda Amerikani g'ajaydigan iqtidorini yetildirdi. Faqat Amerika bilan Jungo o'tirsa barobar bo'lmagan savdo muomalasini misolga olsak, misolga olsak, haddidan ziyoda savdo ta'turi farqi ostida Amerikaning 18 ming yurishlik shirkati vayron bo'ldi. Jungo bilan bo'lgan savdo ta'turi farqi tufayli Amerikada 18 ming shirkat vayron bo'ldi. Bir neçe milyon Amerikalık işsiz kaldı. Prezident Trump bildirdi ki, men bundak adaletsiz hadislarni chekleymen. Bundan keyin Amerika Jungo'nun eksport tovarlarına eğer baj qo'yib kalmasdan ishlab chiqarish liniyasini Jungo'ga yo'tkab ketgan Amerika shirkatlariga eğer baj qo'ydigan bo'ldi. Sabiq prezident Clinton Jungo'nun Dünya Savdo Tashkiloti a'zo bo'lib kirishiga butun kuchi bilan yordam qilgan edi. Prezident Trump ko'rsatdiki, Dünya Savdo Tashkiloti Amerika iqtisodiga zarb bergan davlatlarga yon bosadigan bo'lsa, Amerika Dünya Savdo Tashkilotidan chiqib ketadi. Chunki Jungo Amerikaning iqtisodiga va Amerika fuqarolarining negizlik manfaatiga allaqachon ziyon soldi. Prezident Trump Jungo pulni kontrol qildi deb aybladi. Prezident Trump Jungo Janubiy dengizni qurol kuchini ko'z qildi deb aybladi. Prezident Trump Jungo pul kursini tushirdi deb aybladi. Janubiy dengizda harbiy asala qurilish elib borganda Jungo Amerikadan so'rab baqdimi deb savol qo'ydi Prezident Trump. Yaqinda Prezident Trump bir tushlik ziyofatda mundaq dedi. Amerika bilan Jungo o'rtasida ideologiyalik ixtiloflarni hargiz kelishtirgili bo'lmaydi. Bu ko'rsatdiki, Prezident Trump demokratik Amerika bilan mustabid Jungo o'rtasida qandaqdir strategik hamkorlik munosabati emas, balki strategik qarshilashish munosabati bo'ladiganligini ko'rib yetdi degan so'zdir. Amerika bilan Jungo o'rtasida qandaqdir strategik hamkorlik munosabati emas, balki strategik qarshilashishni bugun Prezident Trump ko'rib yetdi deydi. Sobiq prezident Reagan Sovetlar guruhi bilan qarshilashib, bu yovuz kommunizm guruhini bitchit qilgan edi. Prezident Trump sobiq prezident marhum Reaganning ro'yini davomlashtirib, qari yovuz Jungo mustabidlari bilan qarshilashdi. Taki Jungo mustabidlari bitchit bo'lgicha qarshilashdi, deydi Wang Shan efendi. Prezident Trump 10 kundan bir odatdan tashqari so'z iboralarni so'zlab, darvaqa Jungoni xafa qildi. Buninglik bilan Amerika hargiz osmon o'rlib tushudi deb qaramaydi. Prezident Trumpning maslahatchisi Amerika an'ana fondi jamiyatining iqtisodshunos mutaxassisi Stephen Moore bu ishlar Jungoni xotirjamsiz qiladigan bo'lsa, bizning chatag'imiz nima? Nega borsang bor. Turan efendi diqqat et, Turan efendi nima dedi hanzucha Stephen Moore? Wamen yer. Buzayxo. Wamen yed yer. Buzayxo. Çütamadi. Çütamadi emas. Çütamadi emasken çütamindi. Çütamadi emas, çütamindi. Bunun ma'nosi Jungoni xotirjamsiz qildigan bo'lsa, bizning chatag'imiz nima? Agar nega borsang bor. Çütamindi. Kechiringlar, çütamindi. Moore efendi mundaq ko'rsatdi. Jungo hozir Iroq shartining tartibini malaman qilyotdi. Hozir vaqt yetdi. Biz prezident Reagan davridagi siyosatni qo'lga olishimiz kerak. Hozir vaqt yetdi. Biz prezident marhum Reagan davridagi siyosatni qo'lga olishimiz kerak. Balki prezident Trumpning qiladiganlari faqat marhum prezident Reagan siyosatiga o'xshash siyosatdir. Prezident Trump vazifaga o'tirganda Amerikaning siyosatida olamshumul o'zgarish yuz berdi.
Amerika prezident Reagan, merhum Reagan eçberge yolunu baylap ilgirleydi. Prezident Trump deydi ki bu alemşumul özgürlüşünün önemi, kölemi, sürat şiddeti hatta bizi qollavatqanlarını oylap yetelmeydi. Prezident Trump nima deydi? Bu alemşumul özgürlüşünün kölemi, sürat şiddetini hatta bizni qollavatqanlarını oylap yetelmeydi. Bu özgürlüş şuncha zor külemlik bolsa, Amerika Qo'shma Shtatlar bir jungo siyosatida voz kechemdi. Amerika jungo bilan Janubiy dengizda bir maydon urush qilamdi yo'q. Undaqda prezident Trump merhum prezident Reaganning yo'lini bo'ylab qancha uzoqlarga mangdi, qandaq mangdi. Vatandaşım, Rossiyaning yovuz imperiyani halok qilgan prezident Reagan, merhum Reagan, bugun prezident Trump hozir shuning ro'yini izchillashtiraman, shuning yo'lida mangaman deyapti. Demak, maqolning mazmuni shuningdan iborat.